Salom barchaga, sizlar bilan Nozimjon Yo'ldashev. Yangi yil munosabati bilan 2026-yil uchun sizlarga ajoyib sovg'am bor. 2026-yil 3-yanvar kechki 19:00 dan boshlab haftada 2 marta har chorshanba va shanba kunlari moliyaviy savodxonlik degan bilimni oshiradigan, pul topishni o'rgatadigan, investitsiyalashni yoki pullarni boshqarish, buxgalteriya va hokazo hammasini jamlangan holatda ajoyib moliyaviy kursimizni boshladik. Ushbu darslarimizda bemalol $1000 ga baholash mumkin, lekin buni men sizlarga 100% tekinga $0 taqdim qilmoqchiman. Faqatgina kursga yozilish uchun 3-yanvargacha murojaat qiling, moliyaviy bilimingizni oshirish uchun. Darslarimiz jonli tarzda diskussiya shaklida bo'lib o'tadi va kursga yozilish uchun atiga $1 ramziy to'lov qilsangiz bo'ldi. Birinchi darslarimiz 3-yanvardan boshlanadi. Bemalol shoshilishingiz mumkin. Ekranda aloqa raqamlarini qoldiraman. Bemalol murojaat qiling. Savollar bo'lsa kommentda yozib qoldiring.